Demak, birinchi savolimiz. Purin asoslari soni 600 dan tashkil etadi. DNK zanjiridagi adeninlar jami nukleidlarning 25% ni tashkil etsa, guaninlar sonini toping. Demak, bizda purin asoslari 600 dan tashkil etar ekan. Demak, pirimidin ham 600 dan tashkil etadi. Shunda jami nukleidlarimiz 1200 ta bo'lar ekan. Endi adenin nukleidlari jami nukleidlarning 25% ni tashkil etadi. Agar adeninimiz 25% bo'ladigan bo'lsa, timin ham 25% bo'ladi. Shunda guanin va sitozinlar ham 25% dan bo'ladi. Endi bizdan so'ralayotgan narsa guaninlar soni so'ralyapti. Demak, mana bu jami nukleidlarimiz soni 100% deb olamiz. Mana bu yerda demak 1200 ta 100%, 25% qancha deb oladigan bo'lsak, bizda 300 kelib chiqadi. Demak, bu 300 mana bu guaninga teng. Demak, to'g'ri javobimiz B javobi ekan. Mana bu yerda qatorlar o'zgarib qolibdi. E'tibor bermaysizlar. Masala tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz.